Ammo belim qotib. Ay belim. Soat ham 8 bo'libdi. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Fenok do'stlar, yangi videoga xush kelibsizlar. Mana do'stlar, ertalabdan polizimizni tozalaymiz. Chunki mer gapiradi, tozalamasak turmush uchun. Ha, albatta to'g'ri-da. Yaxshi do'stlar. Polizga qarashimiz kerak. Poliz yaxshi narsa do'stlar. Keyin ishlamas, prosta orasiz yana joyiga qaytib echib qo'yasiz. Bu juda ham oson ish. Boshqa ishlarga qara. Yo'qmi, yoz ishlarni bitirib kelay. Nima ekan do'stlar? Nima ekan deb. Nima qilibdi? Jitil bechorani uyiga ursin. Tak, bilan ekanmiz. Bo'ldi. Tak, assalomu alaykum zarablar. Va alaykum assalom. Tak, qarachi, zo'r ularni olib keldim. Ha, bo'ldi. Oylik bir oydan keyin beriladi. Xo'p, hali bir oy bor ekan-ku. Mayli do'stlar, sizlar kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Tak, yaxshi va telefonim qayerda? Mana telefonim va matigamni qo'yib qo'yish yoqqa. Men qo'yilmayapti. Mayli do'stlar, hozir jitilni yoniga borib kelaychi. Tak, jitil, nima bo'ldi senga? Uyimni buzib ketishibdi, kimdir shahardan kelganimcha. Mayli, yig'lama hozir. Yo'q-yo, uying lekin dabdala bo'libdi, jin ursin. Mayli, tigalar tuzatib beraymikin do'stlar. Buni qo'lidan kelmaydi. Jitillar ahmoq bo'ladi axir. Qayerda yashaydi bechora? Hozir amallab bilaychi. Iltimos, menga yordam ber. Endi qayerda yashayman? Jin ursin, jitil. Unda o'zim senga ta'mirlab beraman uyingni. Rostdanmi? Ha, rost. O'zim ta'mirlab beraman, lekin sen yig'lama. Ha, xo'p. Yig'lama dedim. Xo'p. Do'stlar, yaxshilik qilsak qilibmiz-da, savob bo'ladi-yu baribir. Shu yaxshiligimiz uchun obuna bo'lamiz. Pul joyiga qo'yamiz. Yo'lda polda tushib qolmasin do'stlar. Yana bir balolar qilib. Hozir qishloqdan borib do'stlar, qog'oz olib kelaman. Bu avtobus bizniki do'stlar, buni sotib olmadim hali. Sotib olishim kerak. E'longa qo'yib qo'yibman. Hali kimdir aloqaga chiqqani yo'q. Bitta baliqlar suzib yuribdi. Menga faqat daraxt kerak do'stlar. Shulardan olamiz do'stlar, bo'lgani do'stlar. Hozir mana bulardan olamiz. Jitilni lekin dabdala qilibdilar do'stlar. Kesa qaraganda unaqa emas, lekin bugun kechqurun qilgandir. Kim bo'lsa ham buni ichib qo'yamiz. So'ngra nima o'simlik bu do'stlar? Yo, astag'firullah, uni o'simliklarni qo'lga olmaslik kerak o'zi. Bularni chopamiz do'stlar. Sizlar kanalga obuna bo'linglar. Ha, aytgancha do'stlar, bizning Telegram kanalimiz bor. U yerga modlarim va kartalarni tashlab qo'yaman do'stlar. Ko'ringlar do'stlar. Kirib qo'yamiz. O'tgan endi qishloq katta edi. Jin ursin. Bu yoq deydi. Shekilli da bu yoq deydi va endi tosh kavlasam bo'ldi. Mana bu yerda bor tosh do'stlar. Shu yerdan kavlasak bo'ldi. 20 ta olamiz. 15 tacha yetadi. 14, 15 bo'ldi. Mana va ketdik. Endi jitilni uyini qurib beramiz do'stlar. Jin ursin, bu yerda nima bor ekan, ochilmayapti do'stlar. Jin ursin. Hozir ancha shamollaganman, shunga e'tibor qilmaymiz. Jitil olib keldim mana yog'och narsalarni. Rahmat senga, Abdushi Fenok, rahmat. Mayli. Bu yerda qilamiz.
buyog'i ham yo'q boshqa narsa ekan. Sal adashibman. No, ichkarisida narvon bormi? Ay yo'q lekin ro'yobni qo'ymoqchi edim, shuni shaharda olib keldim. No, ber unda menga. Yo'q, dastavcha qildirdim. Ha, dastavcha qildirgan. Hozir ko'targisi kelmaganda do'stlar. Ha, hozirgi zamon do'stlar. No, bunaqa qilib chiqamiz. Keyin buni yarimini bunaqa qilamiz. O'zimga ham ortiqcha oldim, chunki kerak bo'ladi yaqinda do'stlar. Bunaqa qilib chiqamiz. Mana bu yerga ham qo'yish kerak ekan do'stlar. Jin ursin. Bu yana lekin yomon dabdala qilishibdi jitilni. Hoppa. O'sha yerlarga qo'ysak bo'lgani, no bitta joyi qoldi bo'lgani, o'sha yerni qo'ysak, no mana bo'ldi do'stlar. Uyi tayyor. Bitta blok qo'yamiz. Doskalardan qo'yamiz. No, panjarani o'zi yasab oladi. Men qo'ymayman uni. Короче, no do'stlar tayyor bo'ldi. Faqat bitta mana tayyor do'stlar. Короче, jitel bu yoqqa qolib ketibdi-ku. Tak, mana va bitta blok. Va uying tayyor. Tepadagi narsalarni o'zing qurib olasan. Rahmat senga Fenok. Atoshi, rahmat senga. No, yaxshi. Lekin jitel uyini kim buzgan bo'lishi mumkin? Bilmadim, mana bu qishloqda lekin dushmanim yo'q. No. Kim buzishi mumkin do'stlar? Mayli do'stlar, ertalabdan charchadim, shunga yotibdan olmasam bo'lmaydi. Instrumentlarni bu yoqqa qo'yamiz va bu o'zi boya turdim, uyqum yo'q. Mayli, bedvar so'yman. Ketdi. Yo, shu paytda kim keldi? Jin ursin. No, kim kelishi mumkin? Yo'qdan, yo'may. Sen meni satding, ha? Voy. Boshim, jin ursin, yo. Mana hayat o'zingga kelibsan, ha? Yo, jitil. Salma. Yo, jitil. Balaqon, Fenok chiqa qol, tez chiq. No, rahmat jitil. Yur, ketdik. Politsiyaga aytish kerak buni. Yur. Jin ursin, meni boshimni urib olib keldi bu yoqqa. Jin ursin. Menga yaxshilik qilding-ku, men ham senga yaxshilik qildim. Rahmat senga kattagan jitil. Hozir politsiya chaqiraman. Hozir kutib tur. Hammaga xayr do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr o'rtoqlarim.